Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bugun biz e'tiboringizga buyuk, hammaga taniqli bolalar guruhining solisti Tohir Sodiqov qarshisidamiz. U bugun Nyu-Yorkda 4-dekabrda konsert berish uchun taklif etilgan. Tohir Sodiqovni kelish to'g'risida ko'p shubhalar bo'ldi, shov-shuvlar bo'ldi. Mana va nihoyat bizni qarshimizda bugun shu to'g'risida gapirib bersangiz. Mana ko'pdan beri, ko'p yillardan beri siz shu yerda konsert beradi deb gaplar bo'lgan, lekin faqat mana 2010-yilga kelib shu amalga oshdi. Shu to'g'risida ozgina gapirib bersangiz, qanaqa hayajon, nimalar sezyapsiz? Albatta, bu juda ham to'g'ri hozirgi savolingiz. Chunki 1-2 marta men eshitishim bo'yicha bolalar gruppasi Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib konsert berish rejalashgani to'g'risida men faqatgina O'zbekistonning saytlari yoki SMI orqali gazetlardan o'qib qolib, o'zim hayratda qolgan edim. Lekin biz bilan hech kim gaplashib yoki takliflar yoki boshqa narsa bo'lmagan edi. Va nihoyat mana 2010-yil hamma nima deydi, shu dokumentlar to'g'ri bo'lib, endi nima deydi, O'zbekistonning gruppasi okeanni nariyog'iga o'tib konsertni berish o'zi, bu narsani uyushtirish o'zi juda ham bir nima deydi, mana shu bizga shu konsertlarni uyushtirishga yordam bergan odamlarning o'zi bir qandaydir qahramonlik ko'rsatdi. Bu albatta hayratda qolish kerak, chunki O'zbekistonda bo'lib turib bu yoqqa kelib konsert berish menimcha hali juda ham kamdan kam O'zbekistondan kelgan gruppalar bunaqa nima deydi, konsert berishga erishishgan. Shuni aytib o'tish kerak. Shuning uchun men aytmoqchimanki, shu qahramonligi uchun shu odamlar hech narsalarga qaramasdan, hali Nyu-York publikasini bilmasdan, hali odam keladimi, kelmaydimi deb, lekin shunga qaramasdan shuni odamlarni qat'iy qo'ygan, o'zini oldida qo'ygan maqsadiga erishishi bizga yoqqani uchun. Qolaversa, ko'p internet orqali men ko'p bu yerdagi muxlislarim bilan muloqotda bo'laman. Shu narsalarni eshitganimdan keyin va nihoyat mana Xudo xolasa bizning orzuyimiz, umidimiz ro'yobga oshdi. Bundan men bag'oyat xursandman. Nima bo'lishiga qaramasdan shu konsertda chiroyli o'tishiga biz hamma qo'limizdan kelgan mahoratimizni deydimi, 20 yillik opitimizni deydimi, hammasini kuchlab bitta joylarga mujassamlashtirib, professionalniy darajada shu konsertni o'tkazishga ahd qilganmiz. Chunki odamlar orasida shunaqa gaplar yuradi. Bu kepti yoki kelmabdi. Ko'p odamlar xuddi siz aytgandek shubhalandi. Chunki endi bilasizlar, vizalar, qog'ozlar, to'lovlar, aviabiletlar, bu narsani tushuntirib o'tishga ham hojati yo'q deb o'ylayman, chunki bu juda ham qiyin. Lekin shunga qaramasdan mana shu narsalardan, qiyinchiliklardan Xudo xolasa o'tib keldik. Nihoyat biz mana Nyu-Yorkdamiz va biz tayyormiz o'zimizni muxlislarga, ularga yoqqan qo'shiqlarimizni aytib, shu har bitta konsertimizga kelgan bizning muxlis o'ziga kerakli bo'lgan esdalik ashulalar bo'ladimi, esidan chiqib ketgan eski ashulalar bo'ladimi va bizni yangi albomimiz bilan bahramand bo'lishlari mumkin deb o'ylayman. Chunki Amerikadagi bo'ladigan konsert bu albatta boshqa joyda bizning konsert bo'ladigan konsertlardan ancha farqli. Chunki bunga birinchi aspektlari bor, chunki bu yerda juda ham yaxshi apparat, ya'ni svet, zvuk deymiz. Shu narsalarimiz juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rganmiz. Xullas kalom aytmoqchimanki, juda ham tayyorgarchilik katta ketyapti. Xudo xolasa
qo'limizdan kelganicha bizani ko'rishga kelgan muxlislarimizni yuragida joy oladi, anchaga bu esda qoladi deb o'ylayman shu konsert. Ko'pdan beri ko'pchiligimizni qiynab yurgan savollarga mana o'zimiz guvohlikda javoblar oldik. Endi shu konsertingizga albatta o'zimizni O'zbekistondan kelib chiqqan studentlar, shu yerda yashaydigan immigrantlar keladi. Shu eski vatandoshlarimizga tilaklaringizni aytsangiz. Albatta hamma vatandoshlarimizga har doim osmonlari musaffo bo'lsin, tinch bo'lsinlar, sog', omon bo'lsinlar, uydagilari, hamma farzandlari, ota-onalari hammasi sog', omon bo'lsin. Avvalambor sog'lik bo'lsin. Hammamiz nima deydi? Bitta vatandan chiqqanmiz. Shu vatanimizni nima deydi? Urf-odatlari baribir mana shu Amerikagacha yetib kelgan ekan. Xudo xolasa shu konsertlarni chiroyli qilib, o'zbekona ruhda o'tkazib, bir-birimizga yordam berib o'tkazsak, menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Ularga sog'lik tilayman. Qadrli vatandoshlar, hammangizga omad, o'ylagan niyatingizga yetishib yurishinglarni tilakdosh bo'lib qolaman. Sizga rahmat, sizga ham omad. O'ylaymanki, hamma muxlislaringiz yangi dilga yoqqan qo'shiqlaringiz bilan xursand qilasiz. Sog' bo'ling.